implant qo'ydirgandan keyin uni qanaqa to'g'ri parvarish qilish kerak? Agar xirurgiy bosqich to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, eng muhimi implant qo'yilgan joyni asrash kerak. Ya'ni ovqatni qarama-qarshi tomonda chaynash kerak. Tish implanti qo'yilgan joyda shotka bilan ishqalamaslik va qattiq ovqatlarni yemaslik kerak va tinchgina bitishiga imkon berishimiz kerak. Implantning ustiga koronka qo'yilgandan keyin esa shifokoringizga yiliga 2 marta kelib turishingiz muhim. Bu suyak holatini ko'rish, milk darajasini baholash, ko'rik o'tkazish va professional gigiyena uchun kerak bo'ladi. Oddiy tish yuvishga qo'shimcha ravishda maxsus apparat irrigator bilan ham 2 mahal yuvish tavsiya qilinadi. Bu implant atrofidagi to'qimalarni bakteriyalardan himoya qilishga yordam beradi. Zubachestka, zubnoy nityalarni o'rniga ortodontik yorjiklardan foydalanish tavsiya qilinadi. Ular milklarni shikastlamaydi va eng qiyin joylarga yetib borib, yaxshilab tozalaydi. Oddiy qoidalarga rioya qilsangiz, implant ham uni atrofini o'rab turgan to'qimalar ham juda ham uzoq muddat sizga xizmat qiladi. Agarda siz hali ham implant qo'ydirmagan bo'lsangiz, men siz uchun maxsus implant narxi qancha degan videorolik tayyorlaganman. Meni kommentariyamga plus belgisini qoldiring. Men sizga shu videoni havola qilaman.